Assalomu alaykum. Akalar, Gentle olib qoldik. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, o'ng tarafdan juda qattiq urilgan. Hovani baloni ko'rgan ekan. Motor holatlari butun 120 ming yurgan. Oldingi holat toza bo'lgan ekan. Mashina yaxshi qarab chiroyli minilgan ekan. Salon holatlari rul airbagi otgan, torpeda buzib tashlagan. Juda qattiq holatda. Orqa aynalarga sindirib tashlagan. Tom holatlari miyatina tushgan. Orqa eshikgacha bergan ular. Eshikdan pachoq joyi bor. Akalar, kimda shunaqa avariyli pachoq mashinalar bo'lsa, pastki nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Yaxshi narxlarda olib qolamiz.